Assalomu alaykum do'stlar, yozda keldi. Kvartiralar narxi ham ancha tushib qoldi. Mana hozir sizlarga shunaqa narxi skidkaga tushgan kvartiralarimizdan bittasini obzor qilib beraman. Ushbu kvartiramiz Namangan shahar 1-mikrorayonda umumiy 4 etajli domimizda 4-etajda joylashgan. Etaji baland ekan-ku deb xavotirga tushmang. Eshik derazalarni ochib qo'ysangiz, skvoznoy bo'lishi sizni yutib chiqadi. Xo'p, hozir uyimiz bilan tanishtirib o'taman. Narxini videoni oxirida aytib o'taman. Videoni o'tkazib olishga shoshilmang. Eshikdan kirishimizda bizning sanusellarimiz bor. Sanusellarimizda bitta Ariston, vanna va tualetlari mavjud. Xo'p, kir mashinamiz ishlamasa ham xohlagan odam o'zi bitta kir mashina o'rnatib olsa bo'ladi. Chiqib ketayotganda yana qaytarib olib chiqib ketaveradi qadrdonlar. Xo'p, keyingi xonamizga yo'l olishdan oldin bundoqqina chap qo'limizda shkaflar bor. Bu yerga bemalol kiyimlaringizni joylab qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, bu xonamiz o'zi asli oshxona bo'lishi kerak. Shunaqa qilib bitta xona qilib qo'yishgan ekan. Xohlasanglar bu yerga detskiy qilinglar, xohlasanglar o'zingizga spalniya qilib olsangiz ham bo'ladi. Kichkinagina televizorlargacha qo'yib qo'yilgan qadrdonlar. Bu yer bizda zalimizda bitta konditsioner, bitta televizorlarimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, shu holatda remontlarga ozginagina qaraydigan joylari bor ekan. Bemalol olgan odam o'ziga moslab remont qilib olsa bo'ladi. Bu tarafda bizda balkonimizni shunaqa kuxnaga aylantirib qo'yishgan. Barcha sharoitlari bor. Ko'rib turganingizdek, kattagina xalaqinlari. Ko'rganingizdek, uyimiz yaxshi holatda, bemalol bitta oila kelib yashasa bo'ladi. Ushbu uyimizni bir oylik ijara narxi $150. Makler xizmati alohida. Katta yo'lga, maktab, bog'cha, oziq-ovqat do'konlariga juda ham yaqin hududda joylashgan. Bemalol farzandlaringizni maktab, bog'chaga bersanglar bo'ladi. Ko'rdinglar, uyimiz ideal holatda. Kimga ushbu uyimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, shaxsan o'zim bilan bog'lanib, ushbu uyimizni ijaraga olishingiz mumkin. Qaytarib o'taman. Ushbu uyimizni ijara narxi $150, makler xizmati alohida. Barcha aynan Namangan ijara uylar kanalida kutib qolaman.